Shivasiya cho'chki eyiq quyruqi. Bir kuni bir baliqchi harvisini haydab o'rmonliqni kesib o'tibdi. Bir ona tulki harvidagi baliqlarning hidini purab qopdi-da, harvining kayniga tushibdi. Baliqchining qamchisi uzun ekan. Baliqchi uni har qitim shiltiganda tors qilgan ovoz yangrab ketadi ekan. Tulki harviga xeyli agishib mangan bo'lsa-mu, baliqchining qamchisidan qo'rqib harviga yaqinlasholmabdi. Harva olg'a qarab ketaveribdi. Tulkimi uning orqadan qolmabdi. Baliq puruqi borg'on kuchib ketayotgandek bilinib, oxir tulki chidayolmay qoldi. U bunda qiynaluvchi beshimga kelganni ko'mamdim deb o'ylabdi-da, harviga likkila sakrab chiqib, bir baliq suyitini qarg'a do'miltibdi. Baliqchi buni sezmay yo'liga ketaveribdi. Ona tulki gulqaqalari echilgan holda harvidan sakrab tushibdi-da, baliq suyitiga o'zini etibdi. Albatta qattiq xushal bo'ldi-da. Bundoq omad doim kelaveradigan ish nadi bor deysizlar? Ona tulki baliq suyitini ichib, toza bir mazza qilmoqchi bo'lib turganda, bir it eyiq kelib qoldi. U og'zidan suyruq suyini oqqizgan holda so'rabdi. "Voy, bu baliqlarni nereden topding?" Tulki bir sabab tepib, it eyiqini ketkizatmasa, amdili qo'lga tushirgan mazali taomni uning bilan birga yeyishga to'g'ri keldiganligini bilibdi. Bundoq bo'lsa qandoq bo'ladi? "Men quyruqim bilan tutqan", debdi u. "Nima? Quyruqing bilan damsan? Quyruqingning baliq tutolmaydiganligini anglab boqmabdiman", debdi eyiq ishongisi kelmay. "Bu nihoyatda oson", debdi tulki. "Ko'lga berib, muzni teshib bir koshkol ochsanda, ana quyrug'ini koshkolga tiqib o'ltirasan. Baliqlar kelib quyrug'ingga yopishib qoladi. Sana qanchasi kerak bo'lsa, shunchasini koshkoldan tortib olasan." Eyiq tulkining gapini anglabla ko'l bo'yiga qarab chepibdi. Ko'l qilim muz tutib ketgan ekan. Eyiq bir ozog'i jablashib bir koshkol echibdi-da, quyrug'ini suvga tiqib o'ltiribdi. Vaqtning o'tishiga agishib, eyiqning quyruqining atrofidagi suv muz tutishga boshlabdi. Bir chog'da eyiq quyruqining yengli sanjilgandek og'riyotganligini sezibdi. "Voy jon, quyruqimni baliq tishlab olgani o'xshamamdi." Eyiq og'riqqa chidamay varqirib yetibdi va quyruqini koshkoldan chiqarib olmoqchi bo'libdi. Lekin quyruqi texmi og'rib ketibdi. U qattiq kuchayibdigan, nimaningdir taroslab ketganini anglabdi. Shuning bilan tong'i orqa tarafi qattiq og'rib ketibdi. Eyiq ana shu chaqdala quyruqining uzilib muzning ichida qolganligini bilibdi. Aytishlarga qaraganda, eyiqning quyruqi shu chaqdan boshlab qalti bo'lib qolgan ekan. Umoqlarim qachon eyiq deb anglagan, eyiq deb anglab boqmagan bo'lishi mumkin-a? Eyiq bo'lsa, eyiqning bir turi ekan. Bu cho'chakdagi eyiq bek omoq etgan-a? Tulki garchi aqlli bo'lsa-mu, sizlarcha uning qilgani to'g'rimi, xatomi? Bu cho'chakdan nimani his qildinglar? Undaqda, men bu cho'chakni sizlarning o'ylanishinglarga topshirib beray-a? Sizlar amdi obdan o'ylab beqinglar. Kech bo'lib ketibdi umoqlarim. Amiz bugun buldur uxlanglar, ha? Tatliq tushlar sizlarga amra bo'lsin.